Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilar. Bugungi videomizda yana ishlab chiqaruvchi akalarimizdan ratan stol-stullar, kachelilar shular narxini yoritib beramiz. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Salloh mahallasidan bo'lyapti. Akalarimiz eng birinchi qo'l, eng arzon narxlarda yetkazib berishyapti ekan. Xo'sh, narxga keladigan bo'lsa, 2 kishilik kachelarimiz mana ko'rib turibsizlar. Rataniga 3 yil garantiyasi bor, bemalol karcherda yursangiz ham bo'laveradi. Kraskalari parashut kraska bo'ladi, qadrdonlar. Mana shu ikkitalik kachelimiz, bitta to'shagi, bitta bolishtasi, ikkita boy bolishi ham qo'shib beriladi ekan. Narxi 2 million so'm 2 kishiga. Agarda sizga 1 kishilik kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 million 700 ming so'm, radius 30 kilometrgacha dastavkasi mutlaqo tekin. Do'konchi akalarimizga yana ham narx kelishtirib beriladi. Xohlasangiz молочный, mokriy, jigarrang, xohlagan svetda zakaz beraverasizlar. Xo'sh, mana fasonimiz qadrdonlar Chanel deyiladi ekan. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. Odam shunday o'tirsa, shu yerda uxlab qolib ketadigandan ekan. Xo'sh, bunimiz oynaga kalyonli bo'ladi. 6 kishiligi 5 million 700 ming so'm. Xohlasangiz 8 kishilik tayyorlashib berishaveradi, 4 kishilik ham tayyorlashib berishaveradi ekan. Mana fasonimiz qadrdonlar Isabella deyiladi ekan qadrdonlar. Mana ko'rib turibsizlar. Bu ham juda ham chiroyli, juda ham mehrni berib akalarimiz so'qishyapti ekan. Bularimiz ham narxi 5 million 700 ming so'm 6 kishiligi. Siz xohlagan svetda akalarimiz tayyorlashib berishaveradi. Mokriy deysizmi, jigarrang deysizmi, farqi yo'q. Mana bunimizning nomi, ustaga katta stolning nomi nima deyishdi? Amanarx deyiladi ekan, juda ham nima deydi? Katta ekan. Buni ham o'sha xohlasangiz 6 kishilik, 8 kishilik tayyorlashib berishaveradi. Oynaklari o'sha kalyonli bo'ladi. Mana bunimiz qadrdonlar mokriy svetda to'qishibdi. Bu o'sha nomi Dekor Comfort deyiladi ekan. Mana ko'rib turibsizlar, bitta sizlarga solishtirib ko'rsatib o'taman. Buni Deco standart bo'ladigan bo'lsa, bunisi Deco Comfort. Bunga o'sha ko'proq material ketgan, ko'proq mehnat qilingan. Xontaxtalari ham masalan oyoqlari 2 qavat bo'ladi ekan, ya'ni ikkita 20 lik turma keladi ekan qadrdonlar. Mana bular ham juda ham zich to'qiladi. Oynaklari kalyonli bo'ladi. Tevadan bitta teshib olsalar ham, ustiga chiqib olsalar ham hech narsa bo'lmaydi. Bunimiz 6 kishilarga qadrdonlar 3,5 million so'm. Buni xohlasangiz 4 talik, 8 talik tayyorlashib berishaveradi. Xo'sh, bunimiz esa Deco fason 8 talik qadrdonlar, o'sha standart, juda xalqbob, hamyonbob deydimi? Oynaga kalyonli bo'ladi, qadrdonlar bemalol nima deydi? Teva teshib olsalar ham hech narsa bo'lmaydi. Bunimizning narxi 3,5 million so'm. Bir komplekt oladigan bo'lsangiz, radius 30 kilometrgacha dastavkasi tekin, 2 komplekt oladigan bo'lsangiz, vodiy bo'yicha mutlaqo besplatniy olib borib berishaveradi. Xo'sh, bunimizga keladigan bo'lsak, 4 talik Deco fason qadrdonlar standart razmerda. Bunimizning narxi 1 million 800 ming so'm. Ko'proq oladigan bo'lsangiz, yana ham kelishtirib berilaveradi. Bunimiz esa mokrisi 8 talikda. Bundan tashqari, masalan, Deco standart 6 taliklari bor qadrdonlar, mana ko'rib turibsizlar. Deco standart deyiladi. Donaga ham tayyorlashib berishaveradi ekan. Narxi 300 ming so'mdan. Xo'sh, bularimizni narxi keladigan bo'lsa, 2,5 million so'mdan xohlagan svetingizga, pardangizga, aboyingizga moslab olaverasizlar mana. Молочный, mokriy, jigarrang, yana mana bunday mix svetda ham to'qishib berishaveradi ekan. Qadrdonlar, buni xohlasangiz ichkariga qo'yasiz, xohlasangiz yozda tashqariga qo'yasiz. Masalan, tashqariga qo'yganingizda chepcha chang bo'ladigan bo'lsa, karchellab turib, bitta karchellasangiz yangidek bo'lib qoladi, yana dalshi ishlataverasizlar. Eng birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi akalarimizdan ko'rib turibsizlar, cheklanmagan miqdorda akalarimiz yetkazib berishaveradi. Ramalarga keladigan bo'lsak, ramasi o'sha 08-20 lik turbadan qilingan, mana bu stullarniki. Kraskalari parashut kraskadan tayyorlashyapti ekan. Ya'ni o'chmaydi, ko'chmaydi. Gradusi o'sha 150 gradusdan 200 gradusgacha qizdirib sepishyapti. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Salloh mahallasidan bo'lyapti. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarsa, shunaqangi sifatli stol-stullar kerak bo'ladigan bo'lsa